Toshkentdan Issiqko'lga endi to'g'ridan-to'g'ri avtobusda borish mumkin. Gap shundaki, yozgi mavsum oldidan sayohat qilishni rejalashtirayotganlar uchun yana bir qulaylik yaratildi. 8-iyundan boshlab Toshkent Issiqko'l yo'nalishida mavsumiy avtobus qatnovlari yo'lga qo'yiladi. Ma'lum qilinishicha, avtobuslar Toshkent avtovokzalidan juft sanalarda soat 15:00 da yo'lga chiqadi. Issiqko'ldan Toshkentga qaytuvchi reyslar esa to'q sanalarda amalga oshiriladi. Bu esa yo'lovchilarga safarlarini oldindan rejalashtirish imkonini beradi. Yo'nalishda zamonaviy va qulay Yutong avtobuslari xizmat ko'rsatadi. Ushbu avtobuslar uzoq masofali qatnovlar uchun mo'ljallangan bo'lib, yo'lovchilarning xavfsizligi va qulayligini ta'minlashga xizmat qiladi. Chipta narxi bir yo'nalish uchun 365 ming so'm etib belgilangan. Issiqko'lga dam olish uchun borishni istaganlar endilikda samolyot yoki shaxsiy avtomobildan tashqari yana bir qulay transport turidan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga, ayniqsa yaqinda dam olishni reja qilib yurgan tanishlaringizga borib qo'yishni unutmang. Xo'sh, sizningcha 365 ming so'mga Issiqko'lga avtobusda borish qulay variantmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni toshkentliklarga Motor kanalida kuzatib boring.